Ay, qurchog'idan so'ragani bormi mana shunaqa sementalidan? Haligidan 23 ta 24 ta sutigidan so'raganlar uchun qora olani xudo xolasa originaldan. Tishlari 8 kurak, bo'ylari 140 plus minuslari bilan. Qanaqa Asabga butun O'zbekiston bo'ylab qilib beramizlar. Hammasini birinchi bitta tishlarini ochib. Hurmatli obunachilar, 24 ta 25 taligidan so'ragan obunachilarimiz uchun xudo xolasa, qora olasidan, rossiyskisidan, bolasi buqasidan xudo xolasa. Bu German buqasidan so'raganlar uchun aziz obunachilar, ikkinchi sigirimiz, shvetimiz 20 talik variantdan so'raganlar uchun. Oq quloq, tumshuq yelindan xudo xolasa. Voy, zo'raman deyapti. 20 ta sutigidan, 3-qorinligidan, bolasi buqaligidan. Ikkovi ham birdaniga boshlandi akalar. Assalomu alaykum, hurmatli Tilla Oz kanalining ashaddiy obunachilar, YouTube chorva ishqibozlari, sigir ishqibozlari. Hurmatli obunachilar, hafta kuniga xudo xolasa payshanba 2025-yil. Xudo xolasa bugungi sanamiz 18-dekabr. Farg'ona viloyati Quva tumani, Quvani xudo xolasa begatida Hasanbek akamizning xonadonlariga tashrif buyurganmiz. Qani, bitta semental ko'rdimmi? Mana buni qarang akalar. Semental bolaliklaridan xudo xolasa, shvetidan so'raganiga, qora olasidan, buqasidan, hammasidan bor, chiroq qilib ferma boblaridan, ro'zg'or bobda originalidan xudo xolasa ko'proq sutigidan gigantini olaman deganlar uchun. Bir donadan lakni bosib, kommentariyada o'sibkilarni qo'yingizverasa, nahnavolari, yuruvlari, turuvlari yoqqan bo'lsa, bemalol telefon qilib savdo qilinaveradi, xonadonlarga chiroq qilib yetkazib beringlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Assalomu alaykum obunachilar. Yaxshimisizlar? Mana obunachilaringizga zo'rlaridan olib kelib qo'ydim dedilar. Xudo xolasa. Uchi bor. Uchi bor. Sutlari ko'p. Hammasi buqa? Ha, ikkitasiniki buqa, bittasiniki xonajin. Semental xonajin. Ha, roziman unda. Unisiga roziman. Sutlari ko'pdirlar. Xudo xolasa maza qiladi olgan odamlar. Dastlabki qanaqa berasiz? Dastlabki butun O'zbekiston bo'ylab qilib beramizlar. Hammasini birinchi bitta tishlarni ochaveraylik aka. Keyin sutlar bilan tanishaveramiz. Ko'chada yomg'ir iloji boricha mana shu yerda ko'proq narsasini tanishib olsak, ko'chaga olib chiqib ko'rsatib qo'yamiz. 8 kurak. 8 kurak, 3-bolasidirlar. Buniki buqa. Buniki buqa. Bu ham uniki ham buqa. Ha, uniki ham buqa. 8 ta. 8 tadirlar. 3-bolasi buni dirlar. Yo'za. Bunimizchi semental bolaligimiz. Buniki hozir ko'ramiz. Bunikini. Bolani yashirmasangiz, jonim bola. Ana. 8-yil hali to'lmadi. 3-bolasi buni dirlar. Nechta sut beryapsiz semental bolaligingiz? Ular 20 ta sut beryaptilar. Aha. 20 ta. Bunisi ham 20 ta sut beryapti. Aha. Bunisi 25 ta 24 ta sut beryaptilar. Aha. Hammasiniki 3-bolasidirlar. 3-bolalar hammasi. O'zlari rosa ochilgan payt ekan-a, uchovi. Rosa sutga to'lgan paytlaridirlar. Xudo xolasa olgan odam maza qiladi. Birlar sutga to'yadi. Yetalab ko'rsataveramizmi aka? Bo'ldi, yetalab ko'rsatib beramiz. Qaligidan 23 ta 24 ta sutigidan so'raganlar uchun qora olani xudo xolasa originaldan. Tishlari 8 kurak, bo'ylari 140 plus minuslari bilan akalar. Yo'g'onidan so'raganlarga. Bolani qarang. Bolasi ham buqa. Panda. Ungari. Nech kunlik aka bu? 4 kunlikmi, 5 kunlik bo'ldi. Aha. Bola ham datini qarang. Mo'vasta haqiqiy. Ona ham ona ekan-da, aka mana bu. Onasi ham onasi. Gigant. Maza qiladi olgan odamdirlar, xudo xolasa. Bola kindiklari bilan ichib ketdilari yo'q, xudo xolasa. Umuman yo'qdirlar, mana ko'rishib olaversa ichib ketdilar, umuman yo'q. O'zi toza mana. Sog'lishlari yaxshi. Sog'lishlari yumshoq. Ayol erkak tanlamaydi. Odam zotini tanlamaydilar. Bemalol sog'diraveradi. Ha, o'ta ham yuvoshdirlar. Qo'y. Keng narsa ekan lekin. Hasan aka O'zbekiston bo'ylab adasizki. O'zbekiston bo'ylab, O'zbekiston qayerdan bo'lgan telefon qilsa, men baytdanmansa dastlab gapirib beradilar. Xudo xolasa kelishib qolsa. Xotirjam, ha? Xotirjam. Ammosi yo'q. Mana qarang, orqasi ham to'rtburchak ekan-da. Nech pul aytamiz buni aka? Boshlanishimi? Boshlanishimi? Tilla 52-55 yo'q tilla. Xo'p. 49 million kami bor tilla. Butun O'zbekiston bo'ylab dastlabkasini qilib beraman tilla. Bola buqa 24 ta sutga beraverasizmi? 24 ta sutga beraveraman tilla. Bola buqa. Bolasi buqa tilla. 49 kammi? 49 kami bor tilla. Nima deysiz obunachilar? Ashaddiy obunachilar. Ashaddiy obunachilaringizga ham tilla.
Boshlanishiga pochinigami 48 million kami bor dillo mana. Voy baraga. 48 million kam bor, O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor akalar. Birinchi sigirimiz. Boshlandi. 24-25 ta sutigidan, bolasi buqaligidan, 3-qorinligidan. Davom etamiz. German buqasidan so'raganlar uchun aziz obunachilar, ikkinchi sigirimiz, shvetimiz, 20 talik variantdan so'raganlar uchun. Oq quloq, tumshuq yelindan xudo xolasa. Voy, zo'raman deyapti-yu. Bolasini o'ta yaxshi ko'radi dillo. Bolani, bu molani yaxshi ko'rmay bo'lmaydi-da buni, qarang. Bolasini qarang. Urug' bergan, hayri. Joning sog' bo'lgur, udar ekan. Aka 20 tagacha sog'ilyapti-a? 20 tacha sog'ilyapti dillo. To'xtaring. Uni qarang dillo. Sog'ilishlari yaxshi. Sog'ilishlari o'ta yaxshi. Yuvoshligi xotirjam. Ya sog'may qo'ying, ushlab yursiz bo'lar. Mana dillo. O'ta ham yuvosh. Qayerdan nima qilyapsan demaydi. Ishi yo'q, bemalol. Ha. Bola ham ammo udar berib bo'ladi. Go'zal berib bo'ladi. Onaga qarabdi endi bola ham. Urug', yema ochmog'i yaxshimi aka? Yebishi yaxshi zo'r dillo. Xotirjam, ha? Xotirjam. Berganini yeydi, oxirida musht qo'ymasdan yeydi dillo. Tutoylari ham uzun ekan, qalampir so'skasida. Unga turuvlari. Bir mahalliymi? Bir mahalliy dillo. Unaqa O'ynab turibdi. Aka nima deysiz buni? dillo. Shvetini. Obunachilarga bugun bir bomba qilamiz yana dillo. Qani? 42 million kami bor dillo. 42 kam bu. Ha. Qancha kam bu? Kamimi? Ha. 41 million mana. Yo'q. Voy baraka. 41 million kam bor, 20 ta sutga 3-qoringa. Bola shvet buqa akalar. Bir haftalik desa bolani. Mana qarang, shalpan qulog'idan so'raganlarga, buqaligidan. Davom etamiz. Obunachilar, 3-sigirimiz, qora olasi bolasi mentalligidan so'raganlar uchun. Voy joning sog' bo'lgur. 20 ta sutigidan. 20 ta sut beradi. Bolani yorib yoribdi ama bor. Bolani qarang, ta'tilligi dillo. Ketdi, biratan tortib ketdi. Ay, qurchog'idan so'ragani bormi nima shunaqa sementalidan? Dillo, u qarang, turuvlarni qarang buni. Jonivordi. Ko'zi qaro. Ko'zi qaro. Yuvoshlari ham yaxshi zo'r bilmaydi dillo. Hamma molni yuvoshligi zo'r. Nimasimi aka? Mashka? Mashka siz kerak. Ismi Mashka, 20 ta sut. Ona qora ola. Bolasi mental akalar. Mana urug'ning foydasi. Zot foydasi, urug'ning foydasi mana. Mana ham 2 oy yursa palon pul bo'ladi. Hasan aka, sizga to'xtalamiz aka. Super qilib bering mana shunisini. Bolasi xonajinligini. 42 million bunisi ham kami bor dillo. 42 bu ham kammi? Bunisi ham 42 kami bor. Sementalni ham qarang, zo'rini bergan tozasini. Mashinangizni 41 qo'yib bering aka. Qarama. Semental ekan, bola xonajin ekanda. Obunachilar bir xursand bo'lsin mana. 41 million kami bor. Uni qarang. 41 million kam bor, xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dastavkalar bor akalar. 20 ta sut yo'q, xudo xolasa gigant variantidan so'raganlar uchun qora olasi. Bolasi mentalligi. Sog'ib beraveramizmi aka? Ketdik. Hadi obunachilar, xudo xolasa boshlandi. Birinchida chiqqan qora ola bolasi buqaligidan. Bu tomonda xudo xolasa bolasi shvet. O'zi ham shvet. Buqa ikkovini ham birdaniga yeydirib, birdaniga xudo xolasa boshlaymiz. Sog'ib ko'rsatib beramiz. Hurmatli obunachilar, 24 ta 25 taligidan so'ragan obunachilarimiz uchun xudo xolasa. Qora olasidan, rossiyskidan, bolasi buqasidan xudo xolasa. Bu tomondan boshlandi. Bu tomonda shvetidan so'raganlarga xudo xolasa 20 ta sutigidan, 3-qorinligidan, bolasi buqaligidan. Ikkovi ham birdaniga boshlandi. Akalar birdaniga yeydirib, birdaniga sog'ib e'tiborlarga ko'rsatib beramiz. Aziz obunachilar, xudo xolasa birinchi sigirimiz, birinchi faqirlar. Qora ola bola buqali. Ketdi yana. O'tirib taom sog'ilaveradi. Bu tomonda ikkinchi sigirimiz ham sog'ilyapti. Pashti yarimdan o'tdi. Obunachilar, xudo xolasa shvetimiz ham xudo xolasa birinchi faqirlar. Davom bor aka bunga ham? To'kib berasizmi? Alhamdulillah. Araqligini ayting. Nima kerak?
Davom bor. O'tirib sog'ilaveradi yani. Bu tomonda qora sog'ilib bo'lindi. Birinchi paqirlari, bu yonda ikkinchi paqirlar. Bo'ldi bunisi, ketdi. Obunachilarimiz xudo xolasa ikkinchida chiqqan shvetimiz ham inshaalloh sog'il bo'ladi. Mana buni bolasini qo'yib yubordik. Birinchi paqiri bu davomi. Davom. Kasulga qo'yib beramiz. Tayyor mana. Olib borasiz, xamirni qilaverasiz. Uchinchisiga nima? Obunachilar, xudo xolasa uchinchi sigirimiz, bolasi sementalimiz. Iydirib buni ham e'tiborlarga sog'ib ko'rsatib beramiz. Sementalligidan 20 ta sutigidan so'raganlar uchun. Aziz obunachilar, uchinchi sigirimiz boshlandi. Qora olasdan, ko'shani turishda og'zida kangolari bilan xudo xolasa. Buni ham e'tiborlarga sog'ib xudo xolasa qo'limizdan kelgancha ko'rsatib o'tamiz. Hadi obunachilar, uchinchida chiqqan semental bolaligimiz xudo Buni xolasa. karantinlo buni. Adashmasam birinchi. qarang. Uchtasidan bo'ldi. Ha. Aha. Birinchi paqirida mana. Buniki sariqlo. Davomini ham sog'ib ko'rsatamiz. Ko'rsatamiz xudo xolasa. Ketdi, boshlandi. Aziz obunachilar, xudo xolasa uchinchi sigirimiz ham inshaalloh sog'il bo'ladi. Semental bolaligimiz. Bu tomonda xudo xolasa birinchi paqirlari, bu tomonda davomi. Kelarmi? Mana. Lo. Joni sog' bo'lsin aka. Shunaqa yaxshi sigirlar chiqarishda davom eting. Xudo xolasa yaxshilarini chiqaramiz. Lo. Kerak bo'lsa mana bu g'o'zani chiqaramiz. Yaqin tug'adi. Xudo xolasa.